Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Birin-ketin savollar bo'lsa video qilib yopib boramiz, xudo xolasa. Qaranglar, biz kalitni berganimizda, ilovaga kirganinglarda hamma yo'q bizdan bo'ladi. Sizlar asosiy qo'shadigan narsalar Pixabay Pixels. Nima degani bu desanglar, bu internetdagi stokoviy videolar bo'ladi. Rostakam videoga olib, videograflar videoga olib, joylab, mana bemalol ishlatsa bo'ladi degan joy bor. O'sha yerdan biz videolarni olib kelib videomizga qo'yishimiz mumkin. Bu nimaga kerak degan savol bo'lsa, bu real kadr bo'lgani uchun YouTube'da kanalimiz monetizatsiyaga chiqish uchun yaxshi krючок bo'ladi. Chunki bu realniy kadrlar, ya'ni o'ylab topilmagan, boshqa qilinmagan. YouTube asosiy g'oyasi kreator, YouTube video qilayotgan odam videoda realniy holat, ya'ni videoda o'zini g'oyasini ko'rsatib berishsin degan tushuncha bor. Ana shuning uchun biz realniy kadr qo'shishga harakat qilganmiz ilovada. Bu uchun nima kerak bo'ladi? Qaranglar, mana Pixabay Pixels ochasizlar, tagida mana qo'yib qo'yganman o'zi oson qilib. Pixabay kalitini olishga bosasizlar va bizni to'g'ri mana shu yerga otadi mana. To'g'ri shu yerga otadi va shu yerdan mana qaranglar, mana login qilamiz. Login qilib join qilamiz. Chunki biz hali bu yerga kirmaganmiz, nimaga? Pixabayga. Va mana shu yerda Google ni tanlab, Google'imiz bilan kirib olamiz. Google akkauntimiz bilan kirib olamiz va mana bizda o'sha Google akkauntimizni ochadi. Mana ochdi, mana kirib oldik Google akkaunt bilan. Endi qaranglar, yana ilovaga kiramiz, yana mana shunga bosamiz. O'zi bizni kerakli bo'limga otib beradi, mana kerakli bo'limga otib beradi. Mana pastga tushasizlar va mana bu bizni kalitimiz bo'ladi. Mana shuni shunday olasizlar-da, ko'chirasizlar. Mana Ctrl C qilasizlar yoki mushkani o'ng tomonni bosib, mana bu yerda mana kopировать turibdi, ko'rdinglarmi? Kopировать. Ko'chiramiz va mana shuni bosib, mana Pixabayga qo'yamiz. Pixabay degan joyga qo'yamiz. Keyingisi Pixel kalitini olishni bosamiz va xuddi shunday qilamiz. Mana join bosamiz va alohida Gmail'imizdan kirib olamiz. Mana kirib olganimizdan keyin bizda mana Your APK bo'ladi. Mana bu yerda Your APK. Mana shunga bosamiz. Mana shunga bosamiz va bizga kalitimizni ko'rsatib beradi. Mana shu kalitni ishlatsak bo'ladi bemalol. Agarda bizga kalitimizni ko'rsatmay mana bu yerda savollar chiqadigan bo'lsa, unda o'sha savollarga javob berishimiz kerak bo'ladi. Mana men hozir yana bitta Google yangi akkauntimdan kirib ko'rsatib beraman sizlarga. Mana Pixelsdan ro'yxatdan o'tamiz. Pixeldan ro'yxatdan o'tganimizdan keyin mana bu yerda savollar beradi bizga. Istalgan bittasini belgilasak bo'laveradi. Ana shundan so'ng mana yana Pixelsga kirib oldik. Yana qaytamizda Pixelsni kalit olishga bosamiz. Mana bunaqa holat chiqadi va mana bu yerga Your APK ni bosib, ya'ni biz bemalol kalitimizni olib ishlatsak bo'ladi. Mana bunga bosamiz yoki mana tugmaga bosamiz, ko'chiramiz va mana bu yerga qo'yamiz kalitni. Shundan so'ng qo'yganimizdan keyin kalit tekshirishni bosamiz, faol bo'ladi. Bo'ldi. Shu bilan bu yerdagi sozlamalarimiz tayyor bo'ladi. Mana bu shum imagelar kerak emas, bu tayyor bo'lmasa ham bo'laveradi. Qolgan hammasi tayyor bo'ladi va biz ishni boshlasak bo'ladi. Agarda shundan so'ng tushunarsiz bo'lsa, yana savol berasizlar, xudo xolasa javob berishga harakat qilaman.